Tungi bo'ron derazani ayovsiz silkitar. Men esa kimsasiz katta uyda 4 yoshli singlimni quchoqlab qaltirab o'tirardim. Birdan xonamning eshigi ochildi-yu. Ota-onam bizni omonat qilib tashlab ketgan. Men akam deb ishonib yurgan qo'shni yigit kirib keldi. Uning ko'zlarida men avval ko'rmagan dahshatli va yondiruvchi bir olov bor edi. U yotog'imning chetiga o'tirib, qaltirayotgan qo'llarimdan ushladi-da. "Kechir, lekin men senga ortiq singlimdek qaray olmayman", deb pichirladi. O'sha lahzada mening bolalik dunyoyim chil-chil sindi va o'rnini umrbod o'chmaydigan gunohkorona bir ehtiros egalladi. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng yashirin, eng ehtirosli va ba'zan taqiqlangan tuyg'ulariga befarq bo'lmagan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning sevgi, ishonch va uning ortidagi dahshatli burilishlarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga o'zining eng ishongan insoni bilan qorong'u uyda yolg'iz qolib, hayotining eng shirin, ammo eng xavfli xatosiga qadam qo'ygan bir qizning qonni qizdiruvchi iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya sizning asablaringizni tarang qilib, yuragingizni tez urishiga majbur qiladi. Mening ismim Asila. Yoshim 21da. Bu voqea men 9-sinfda o'qiyotgan paytimda. Biz oilamiz bilan Xorazmdan Farg'onaning sokin va yashil mahallalaridan biriga ko'chib kelgan yilimizda sodir bo'lgan edi. Yangi joy, begona odamlar. Men juda tortinchoq, hamma narsadan uyaladigan qiz edim. Mahallamizdagi 27-maktabga qatnay boshladim. Bizning devor darmiyon qo'shnimiz bor edi. Ular juda oqibatli, samimiy odamlar edi. Biz tezda xuddi qon qarindoshlardek aralashib ketdik. Shu qo'shnimizning Rustam ismli o'g'li bor edi. U 11-sinfda o'qirdi. Rustam baland bo'yli, qop-qora sochlari o'ziga yarashgan, har doim jilmayib turadigan, mahallaning eng oldi yigitlaridan biri edi. U bizning uyga xuddi o'z uyiga kirgandek bemalol kirib kelar. Onamga og'ir ishlarda yordamlashar. Menga doim "Asila, singlim, o'qishlaring yaxshimi?" deb xuddi o'zining himoyasidagi farishtasidek munosabatda bo'lardi. Men uni haqiqiy akamdek ko'rardim. Uning yonida o'zimni shunchalar xavfsiz his qilardimki, undan zarracha yomonlik kutmasdim. Kunlarning birida onam va dadam Toshkentga yaqin qarindoshimizning to'yiga 2 kunga ketadigan bo'lishdi. Men maktabim borligi uchun, 4 yoshli singlim Sevara esa yo'lda qiynalmasligi uchun uyda qoladigan bo'ldik. Dadam ketishdan oldin Rustamni chaqirib, "O'g'lim, biz xotirjam borib kelaylik. Qizlarim senga omonat, ulardan tez-tez xabar olib tur, tunda qo'rqishmasin", deb tayinladilar. Rustam qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Xavotir olmang, amaki. Asila mening ham singlim-ku, o'zim ko'z-quloq bo'laman, bemalol boraveringlar", deb va'da berdi. Biz ularni kuzatib qoldik. O'sha kuni kechqurun havo birdan ayniydi. Osmonda qora bulutlar yig'ilib, Farg'onaning mashhur kuchli shamoli va yomg'iri boshlandi. Chiroqlar o'chib qoldi. Men va kichkina singlim sham yorug'ida katta uyda qaltirab o'tirardik. Yomg'ir derazalarni shunday qattiq urardiki, yuragim qinidan chiqib ketay deb qo'rqardim. Soat tungi 11lar atrofida. Darvozamiz qattiq taqilladi. Yuragim shuv etib ketdi. Qo'rqibgina eshik yoniga borib, "Kim u?" deb so'radim. "Asila, qo'rqma, menman, Rustam akang", degan ovozni eshitib, yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Men tezda eshikni ochdim. Rustamning ust-boshi ho'l bo'lib ketgan, egnida qora kurtka bor edi. U ichkariga kirib, "Yaxshi o'tiribsizlarmi, singlim? Chiroq o'chganiga qo'rqayotgandirsizlar deb xavotir oldim", dedi mehribonlik bilan. Men rostdan ham juda qo'rqayotganimni aytishga uyalib, "Yo'q, Rustam aka, nega qo'rqaman? Yonimizda sizdek akamiz bor-ku", dedim soxta tabassum bilan. Singlim Sevara allaqachon uxlab qolgan edi. Rustam menga qarab, "Asila, ko'zlaringdan qo'rqayotganingni ko'rib turibman. Agar ruxsat bersang, shu tunda men sizlar bilan shu uyda qolsam. Ota-onangizga ham va'da bergandim", dedi past ovozda. Uning bu taklifidan qo'llarim titrab ketdi.
Yuragim nega bunchalar tez ura boshlaganini o'zim ham tushunmasdim. Bizning uyda yarim kechasi begona yigit bilan qolish. Bu juda g'alati edi. Ammo men yo'q deya olmadim. Xo'p, sizga ishonaman-ku, akamsiz-ku, dedim boshimni egib. Rustam jilmaydi-da, rahmat singlim. Shunday go'zal qizlarni albatta o'zim himoya qilaman, dedi. O'sha go'zal degan so'zi negadir qulog'imga boshqacha eshitildi. Yarim kechasi bo'ldi. Men o'z xonamda singlimning yonida yotardim. Rustam esa mehmonxonada joylashgan edi. Sham o'chgan, uyda faqat yomg'ir ovozi eshitilardi. Endigina ko'zim ilinganda xonamning eshigi sekin g'ijirlab ochildi. Men cho'chib ko'zimni ochdim. Qorong'ulikda krovatim yoniga birov kelib o'tirdi. Bu Rustam edi. Men nafas olishdan to'xtab qoldim. Rustam aka, nima qilyapsiz bu yerda, dedim pichirlab. Tanamni sovuq ter bosdi. Qo'rqma, Asila. Men senga teginmayman, dedi u shunchalar mayin va g'alati bir ohangda. Uning ovozida kunduzgidek akalik mehri emas, qandaydir ehtirosli, yondiruvchi bir titroq bor edi. Yuragim qafasini yorib chiqqudek urardi. Rustam aka, chiqing xonadan, iltimos, dedim qaltirab. U esa indamasdan qo'limni ushladi. Uning kaftlari shunchalar qaynoq ediki, mening butun vujudimdan tok urib o'tgandek bo'ldi. Asila, dedi u menga yaqinlashib. Uning nafasi yuzimga urila boshladi. Sening sevgan yigiting bormi? Men bu kutilmagan savoldan shokka tushdim. Yo'q. Men hali yoshman-ku, menga sevgi nima kerak? Dedim ovozim qaltirab. Unda, kel, bugun sening hayotingdagi aka-singil degan tushunchaga nuqta qo'yamiz. Men ortiq o'zimni alday olmayman. Ikkalamiz sevishamiz. U shu so'zlarni aytib, mening zaif vujudimni o'zining kuchli va qaynoq bag'riga tortdi. Men nima qilishni bilmay aqldan ozayozgandim. Nima qilyapsiz? Jinni bo'ldingizmi, deb uning ko'kragidan itarib tashlashga urindim. Lekin erkak kishining yovvoyi kuchi oldida mening qarshiligim shunchaki nol edi. Asila, men senga yomonlik qilmayman. Sen shunchalar toza, shunchalar go'zalsanki. Men seni qachondan beri sevardim o'zi bilmayman. Men senga uylanaman, senga va'da beraman, malikam. Uning bu so'zlari, uning yomg'ir isli, issiq bo'salari yuzimga, bo'ynimga yomg'irdek yog'ila boshlaganida mening quloqlarim kar, ko'zlarim ko'r bo'lib qolgan edi. Men baqirmoqchi edim. Rustam aka, unday qilmang, men sizni akamdek hurmat qilardim, deb yig'lardim. Lekin vujudim 16 yoshli mehrga, romantikaga tashna qizning vujudi uning ehtirosli, mast qiluvchi erkalashlari oldida butunlay taslim bo'layotgan edi. U uzoq vaqt qulog'imga eng shirin, eng yolg'on yoki eng rost so'zlarni shivirladi. U mening ishonganim, mening qo'shnim bo'lsa, demak u meni aldamaydi, u meni rostdan ham sevadi degan sodda, ahmoqona o'y miyamni egallab oldi. Soatlar o'tdi. Yomg'ir hamon yog'ardi. Biz krovatda qattiq quchoqlashib yotardik. U mening sochlarimni hidlar, lablarimdan asrab o'pardi. Va birdan u o'zini tuta olmadi. Meni kechir, Asila. Men ortiq chiday olmayman, dedi-yu meni krovatga qattiq bosdi. U mening yubka kiyimlarimni yechib tashlaganda men himoyasiz bir qushchadek qaltirardim. Uning yosh, kuchli vujudi mening ustimga chiqqanda men qo'rquv va aqlbovar qilmas darajadagi taqiqlangan ehtiros o'rtasida yonayotgan edim. O'sha tunda, shamol va yomg'ir ostida men o'z bolaligim bilan abadiy xayrlashdim. Men o'z ota-onamning ishonchini, o'z nomusimni, ehtiros va bir kechalik tuyg'ular olovida yondirib yubordim. Men tonggacha uning issiq quchog'ida ingrab, ham yig'lab, ham qandaydir noma'lum bir baxtdan mast bo'lib chiqdim. Lekin hikoyam shu yovuz aldov bilan tugaydi deb o'ylasangiz adashasiz. Ertasi kuni tongda ota-onam qaytdi. Men hammadan ko'zlarimni yashirib, xuddi jinoyatkor kabi xonamdan chiqmadim. Rustam esa, u o'sha tundan keyin qochib ketmadi. U har kuni maktabim oldida meni kutar. Har kuni tunda menga xat yozar. Mening qalbimni parvarish qilardi.
Ota-onam hamma narsadan xabar topganda osmon uzilib yerga tushgandek bo'ldi. Dadam Rustamni urib qoniga belab tashladilar. Ikki qo'shni o'rtasida qonli janjal chiqdi. Bizni uydan quvishmoqchi bo'lishdi. Lekin Rustam, o'sha 20 yoshli yigit, dadamning oyoqlariga yiqilib, men o'z qilmishim uchun javob beraman. Asila mening xotinim bo'ladi, uni o'ldirsangiz ham mendan ajrata olmaysiz, deb qasam ichdi. Biz dahshatli nafrat, g'iybatlar va qarg'ishlar ostida yashadik. Ammo u o'z va'dasining ustidan chiqdi. Men 18 yoshga to'lgan kunim. U butun qishloqqa osh berib, meni xotin qilib o'z uyiga olib kirdi. Hozir men 21 yoshdaman. Rustamning qonuniy va sevimli ayoliman. Bizning o'rtamizda dunyodagi eng go'zal qizchamiz bor. U meni har doim qo'lida ko'tarib yuradi. Lekin ba'zan tunda yomg'ir yog'ganda mening yodimga o'sha dahshatli, gunohkorona birinchi kecha tushadi. Men o'z ota-onamning ishonchini poymol qilganim, o'sha qo'rquv va shahvat qorishgan tunni eslab, hamon entikib ketaman. Azizlarim, ba'zan taqdir bizni shunday qorong'u, xavfli yo'llardan olib o'tadiki, biz jinoyat deb o'ylagan narsamiz ortida butun umrlik baxtimiz yashiringan bo'lishi mumkin. Lekin ishonch bu shisha idish. Uni sindirish juda oson. Siz mening bu isyonkor, gunohkor, ammo chin muhabbat bilan yakunlangan qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening o'rnimda bo'lganingizda siz nima qilar edingiz? Iltimos, izohlarda o'z nafratingiz yoki tushunishingizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, siz uchun o'z dardingizni aytib yengillash fursati yetmadimi?